umumiy ko'rinishda butun bir kubni hajmidan ana shu kesib tashlangan, o'yilgan joyda hajmini ayirib tashlasam, qolgan qismini hajmi kelib chiqadi. Butun bir kubni tomoni 4x ga teng. Demak, kubni hajmi 4x ni kubi. Ayrilgan, o'yilgan joy, ya'ni o'yib tashlangan kubni hajmi 4x minus 3 ekan tomoni. Uni shakli ham kub shaklida, shuning uchun buni ham kubi. Xo'p, qavsda ochadigan bo'lsam, kubga ko'tarsam 64 ta x kub minusni hali ta'sir qildirmadim, shunchaki kubga ko'taraman. 64 ta x ning kubi 3 ko'paytirilgan birinchisining kvadrati bo'lsa 16 ta x kvadrat ko'paytirilgan 3 ni o'zi plyusdan 3 ko'paytirilgan birinchi son 4x ni o'zi, ikkinchi son 3 ni kvadrati minusdan 3 ni kubi bo'ladigan bo'lsa 27. Ana endi qavslarni ochaman. Teng 64 ta x ning kubi minus 64 ta x kub qavsni ochganimda minus ta'sir qiladigan bo'lsa, mana bularni alohida hisoblayman. Mana buni alohida hisoblasam 3 kere 3 9, 16 ga ko'paytirsam minus 144, qavsdan tashqaridagi ishora ta'sir qilganda plyusdan 144 ta x ning kvadrati. Keyingisiga o'taman. Mana buni hisoblasam 3 ning kvadrati 9, 3 bilan 27, 4 bilan 108, qavsdan tashqaridagi minus ta'sir qiladigan bo'lsa, minusdan 108 ta x. Keyin oxiri minus 27, qavsdan tashqaridagi minus ta'sir qiladigan bo'lsa, plyusdan 27. Va bu joyda soddalashtiraman. 64x kub bilan 64x kub ketadigan bo'lsa, qolgani 144 ta x kvadrat ayrilgan 108 ta x qo'shilgan 27 degan javob mana bizda A javobda kelyapti.